Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi obyektimiz Farg'ona viloyati Quvasoy shahrida xonadon uchun umumiy quvvati 50 kW bo'lgan quyosh elektr stansiyasini ishga qo'yyapmiz. Panellarimizni qotirib olganmiz mana. Qolgan qism to'liq tomni egallagan mana shunaqa holatda. Tomimiz ko'rib turibsizlar, o'zi 40 gradus ekan. Rosa o'lchasak 39,7 gradus. 40 gradus tutsak bo'ladi. Shuning uchun tomni o'zini holatiga yotqizildi panel mana. Taylari yarim metrdan 60 sm, 70 sm ko'tarilib mana shunaqa ishlar amalga oshirilyapti. Montajlarimiz bo'lyapti. Hamma ishlarimiz xudo xolasa. Hozir kabellarimiz, PV kabellarimizni tashiyapmiz, invertorlarni. Ashi Bahodir akam turgan joyga qo'yilyapti invertor shitlari bilan. Tepaga qilindi xonadonga endi boshqacha shovqini bilinmasligi uchun. Ishlarimiz mana shunaqa chiroyli amalga oshirilyapti. Panellarimiz Jinko 2 tomonlamali, quvvati 710 vatli panellar. Mana shunaqa sifatli ishlarni amalga oshiryapmiz. Kuzatishda davom etinglar. Bugun xudo xolasa ishga qo'yamiz invertorlarimizni. Hozir montaj jarayonlari ham bo'lib qoldi. Ko'rsatib boramiz. Bu obyektimizni umumiy hamma xarajatlari ichida, albatta xarajatlar ichiga loyihasi ham bor. Loyihalarigacha qo'yib qilinyapti. Hammasi bitta xudo xolasa. Xonadon uchun 170 million so'mga bitkazib beryapmiz. Invertorimizni ishga qo'yib, xudo xolasa ko'rsataman hammasini. Pastda montajimiz bo'lyapti. Invertor shitlarimizni tepaga qo'yyapmiz. Invertorimiz mana deya. Hammasini hozir ishga qo'yib, xudo xolasa ishlashini ko'rsatamiz. Invertorimizni ishga qo'ydik. Invertorimiz ishlab turibdi. 27-28 kW elektr energiya bilan. Top shitlarimiz mana hamma zashtalari bilan birgalikda zazaminashlari ham amalga oshirilgan. Hurmatli kuzatuvchilar, mana shunaqa sifatli xizmatlar bo'yicha o'zimizga murojaat qilinglar. Ko'rib turgan telefon raqamlarim bilan bog'laninglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.